Respublikamizda har burchagida mana to'yxonalar qurilyapti. Shu ishlardan bir paytlar chiqib ketib, ishga chiqib ketgan bola ishlar topib, pul topib, mahallada to'yxonalar qurib qo'yibdi. Xursand bo'lishimiz kerak. Hovlida ham to'y qilsangiz, 3 kun tog'ora chaylanib o'tirasiz. Mayqa kelsangiz, to'y qilsangiz, uyingizga borib ayolni cho'zlatasiz. Sizdan keyin yuborishadi. Bu yengillik, xursandchilik davom bo'lsin. To'yxonalar ko'payaversin, to'ylar bo'laversin. Uzoqdagi, yaqindagi farzandlarimiz sog' salomat hammasi uyiga, oilasiga qaytib kelsin. Yuzlarida tabassum ko'raylik. Mana bu qishloqqa endi kelishim kerak, a? Abdupon. Birinchi martabami? Birinchi marta deb qo'yingizlar. Abdulloh qizcha bo'ladi. Abdulloh mahallasida. Abdulloh ham qizchalardan-da, ham qizchalardan-da. Qondara bo'ladi. Nima shundan ta'minlaydi. Mashinalar bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham urf-odatlar saqlangan holda zamonga qarab yurishimiz kerak. Xursandchilikka ayollarimizni kamera itarib chekkiga sursa, to'yni to'y qiladigan ayollar bo'ladi, qulalangda bo'lsin. Sizlar oshga qonli do'p paytgacha ayollar tap-tap o'yinib yo'qolib, hamma ayoli joyiga qo'yib, to'yni to'y, ma'rakani ma'raka qilib ajratib qo'yadi. Shuning uchun ayollarimiz ayolinglarga quvvat, yuraginglar keng bo'lsin, xursandchilik bardavom bo'lsin. Bo'lar ekan mana tabassum qilganda tillochilar ko'rinib qolyapti. Qovoqlaringiz solib o'tirsalaring, ko'kaygan xotinga o'xshaysizlar. O'shaning uchun yuraginglarni keng qilinglar. To'ylar bo'lsin, eng kamida yulduz Usmonovlar turib xizmatda bo'lsin. Ilohim. Alloh ol qulim desa o'ziga olsin. Bir xillar bo'larmikin, bo'lmasmikin deb o'tiradigani ham ko'p namoz o'qib iymonsiz ham turibdi. Ishonmaydi Allohga. Ishoninglar, yo'ldan bor qilaman o'ziga olsin. Yo'q joydan to'yxona keldi, ertaga to'yga to'y ham topiladi. To'yxonaga keladigan to'ychimonlar ham ko'payadi. Mana bolalarimiz katta bo'lsa, sog' bo'lib, Allohga omonat bo'linglar. Xursandchilikdan boshinglar chiqmasin. Yulduz.